Hozirgi kunda metallar eng muhim konstruksion materiallar bo'lib, turli sharoitlarda, havoda, suvda va yer ostida ishlaydi. Metallarning ishlash sharoitida ularni yemiruvchi ko'pgina moddalar bo'ladi. Bunday sharoitda metallar qisman yoki butunlay yemirilish, ya'ni korroziyaga uchrashi mumkin. Metallarning korroziya tufayli bo'ladigan isrofgarchiligi yiliga bir necha million tonnani tashkil etadi va bu ishlab chiqarilgan metallarning 10-15% ni tashkil etadi. Binobarin metallar korroziyasi xalq xo'jaligiga katta ziyon yetkazadi. Shuning uchun ular korroziyadan himoyalash davlat ahamiyatiga ega bo'lgan muhim masaladir. Metallar korroziyasining oldini olish uchun esa avvalo korroziya jarayonining mohiyatini, uning turli sharoitlarda qanday borishini bilish zarur. Temir va uning qotishmalari, ya'ni cho'yan va po'lat havodagi namlik, suv hamda kislorod ta'sirida korroziyaga uchraydi. Buni biz mahalliy tilda zanglash deb aytamiz. Bundan tashqari, havodagi karbonat angidrid va shahar havosida ko'p uchraydigan zaharli gazlar, oltinggur to'rt oksidi va chaqmoq chaqishi natijasida hosil bo'ladigan azot to'rt oksidi ham suvda erib, metallar uchun agressiv muhit bo'lgan kislotali muhitni yuzaga keltiradi va bu korroziyalanish jarayonini bir necha baravarga tezlashtiradi. Metallarning tashqi muhit bilan fizik kimyoviy o'zaro ta'siri oqibatida yemirilishi metallar korroziyasi deb ataladi. Metallarning korroziyalanish jarayoni xarakteriga ko'ra ikkita katta guruhga bo'lish mumkin: kimyoviy korroziya hamda elektrokimyoviy korroziya. Korroziya atamasi lotincha so'zidan olingan bo'lib, yemirmoq degan ma'nolarni anglatadi. Elektr tokini o'tkazmaydigan quruq gazlar yoki suyuqlik, neft, benzin, surkov moylarida metallarning yemirilishi kimyoviy korroziya deb ataladi. Metallarning elektr toki o'tkazadigan suyuq muhitda, ya'ni elektrolit eritmalarida erishi elektrokimyoviy korroziya deyiladi. Bunday korroziya metal zarrachalarini elektrolit eritmasiga o'tishi bilan sodir bo'ladi. Metallarning aktivligi qancha yuqori bo'lsa, ularning korroziyaga uchrashi shunchalik oson bo'ladi. Lekin ba'zi aktiv metallar yuzasida korroziya jarayonida zich oksid parda hosil bo'lganligi tufayli keyingi korroziyadan himoyalangan bo'ladi. Temir sirtida ham oksid parda bo'ladi, lekin bu oksid parda yaxlit bo'lmaganligi uchun keyingi korroziyadan himoyalay olmaydi. Keling, korroziya jarayonini quyidagi tajriba yordamida ko'rib chiqamiz. Bunda 4 ta probirkaga toza mix donalarini solamiz va birinchi probirkaga suv, ikkinchi probirkaga suv hamda osh tuzi natriy xlorid solamiz va uni eritamiz. Uchinchi probirkaga esa distillangan suv hamda o'simlik moyi solamiz. Bu jarayonda o'simlik moyi havo tarkibidagi kislorodni eritmaga o'tmasligini ta'minlaydi. 4-chi probirkaga esa gigroskopik modda sifatida kalsiy xlorid solamiz. Birinchi probirkaga korrozion muhitni undagi ichimlik suvi hamda kislorod tashkil etsa, ikkinchi probirkada korrozion muhitni ta'minlaydigan omillar suv, kislorod hamda osh tuzi bo'lib xizmat qiladi. 3-chi probirkaga toza suv, 4-chi probirkaga esa faqat kislorod korrozion muhitga olib borishi mumkin. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin probirkalarni kuzatganimizda birinchi hamda ikkinchi probirkalarda korroziya sodir bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Birinchi probirkada
kamroq, ikkinchi ya'ni osh tuzi eritmas bo'lgan probirkada esa korroziya jarayoni shiddatliroq bo'lganiga guvoh bo'lamiz. 3 hamda 4 probirkalarda esa o'zgarish deyarli kuzatilmaydi. Xo'sh, nima uchun? Temirning nam havoda korroziyalanishini quyidagi tenglama bilan ifodalash mumkin. Temir qaytaruvchi sifatida kislorod bilan oksidlanib, temir 3 oksidining gidratini hosil qiladi. Bu aynan zang tarkibi bo'lib hisoblanadi. Suvdagi tuz hamda kislotali muhit bu jarayonda katalizator vazifasini bajaradi. Korroziyadan ko'riladigan zararni quyidagi misollar bilan izohlash mumkin. Har yili korroziyalanishdan ko'riladigan zarar AQShda 15 milliard dollarga, Angliyada 1,5 milliard funt sterlingga, Germaniya Federativ Respublikasida esa 7 milliard markaga va boshqa davlatlarda ham o'ziga xos summalarda zarar ko'rilganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Metallarni korroziyadan saqlashning bir qancha usullari mavjud. Birinchi, lak va bo'yoqlar bilan bo'yash. Ikkinchi, neft mahsulotlari bo'lgan surkov moylari bilan moylash. Bundan tashqari, boshqa metallar bilan ham metal yuzasi qoplanishi mumkin. Bunday qoplash usuli katodli va anodli bo'lishi mumkin. Ya'ni elektromanfiyli kuchlanish qatorida ayni bir metaldan oldinda joylashgan metal bilan qoplansa, anodli, undan keyingi metal bilan qoplansa, katodli usul bo'lib hisoblanadi. Protektorli himoya. Bu usulni amalga oshirishda metallarning elektrokimyoviy kuchlanish qatori amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Bunday usul bilan himoyalash kerak bo'lgan metal buyumlarga protektorlar ulanadi. Masalan, dengiz kemasining po'latdan yasalgan suv osti qismiga protektor sifatida aktiv rux quymasi ulansa, po'lat rux galvanik jufti hosil bo'ladi. Bunda rux, ya'ni protektor korroziyalanadi, chunki u kuchlanishlar qatorida temirdan ancha chapda turadi. Kemaning po'latdan yasalgan qismi esa bus butunligicha saqlanib qoladi. Bu usul bilan kemasozlik, samolyotsozlik, metal inshoot va buyumlarni himoya qilish mumkin.